Qozog'istonga ketyaptimi bu? Qozog'istonga. Narxlar $650 dan $1000 gacha dastlabki O'zbekiston bo'yicha ichida ekan. Yaxshi, burchaklar zo'r. Pechati joyida. Inshaalloh xohlagan turdagi uskunalaringizni so'rasalaring, arzon narxda yetkazib beramiz. Xohlasalaring chetdan, Xitoydan, Turkiya, Germaniya, Belorussiya boshqa kabi davlatlardan olib keltirib ham beraveramiz. Agarda bizdan uskuna xarid qilishadigan bo'lsa, shu sovunni seriosini tayyorlash retseptini bonus qilib tekinga o'rgatib qo'yamiz. Do'stlar, ekstruder degan mana shunaqa apparat bo'ladi. Bu yemga qiziqadiganlar juda yaxshi biladi. Buni don mahsulotlarni mana shunaqa qilib qizdirib 180 gradusda badroq qilib popkorn qilib tashlaydi. Uni yegan mol shunaqangi maza qilganidan 90-95% gacha hazm qilib oladi. Ya'ni tanasiga yuqadi. Makkani butunicha donni bersangiz, bilmayman, 50% gacha yuqsa kerak. Yana bilmadim. Xullas, bularda kirsovun stanoklari bor. Qozog'istonga ketyapti ekan mana bunisi. Oldin Chimkentga gel, sovun stanok qilib olishgan ekan. Ana endi ular kuchayib ketibdi. Olmaotaga ham yana bitta filial qilishyapti ekan. Butun O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi bor. $1000 variantida dastlabkiga pul olinmaydi. $850 hamda $650 dastlabki 50 bo'lar ekan. Gel stanogi ham bor. Kimga kerak bo'lsa, video davomida aniqroq tiniqroq ma'lumot berganmiz. Boshladik. Hurmatli do'stlar, Farg'ona Qo'qonga kelganmiz. Juda bir-biridan go'zal ishlar bor bu yerda. Buni qaranglar, yangiligimiz bu. Mana воздушный atir sovun ishlab chiqarishga mo'ljallangan qolip, temir qolip, press $1,500 reduktor bilan воздушный $1600. $1600 albatta komplekt qilib beramiz kompressorlari bilan. Atir sovun ishlab chiqarish uskunasi ko'rib turganingizdek, haligi misol uchun sovunni chiqartirilsa, ko'pchilikda muammo yopishib qoladi. Shu yopishishini ham oldindan olish uchun talkatir qo'yganmiz mana. O'zi chiqarib oladi. Albatta. Tushunarli. Bundan ham bor. Anaqa dravelkalar ham bor. Mishalka betoni 200 Betona mishalkalar o'z sezoni. Ekstruder bor, uni отдельно qo'yamiz va o'sha legendarniy kir sovun stanoklari va gel stanogi bor. Hozir ikkalasini ham ishlatib ko'rsatamiz sizlarga. Kir sovun stanogi haqida jichcha to'liqroq ma'lumot berib o'rsangiz. Xo'p, bizning Diamond Techno kompaniyasi inshaalloh bu yil 8 yildan beri faoliyat yuritadi. Kirsovun ishlab chiqarish uskunasiga keladigan bo'lsak, bugungi mavzumizga aylangan kirsovun ishlab chiqarish uskunasining bizda 3 xil pozitsiyasi bor. Xuddi mashinadek. Birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiya. Narxlariga keladigan bo'lsak, $650, $850 va $1000. Buning farqi faqat narxida emas, qo'shimcha jihozlarida, komplektatsiyalarida, reduktor motorlarida ishlab chiqarish quvvatlarida farqlari bor. $650 faqat 380 voltda ishlaydi, soatiga 300 ta 400 ta sovun ishlab chiqaradi. Ikkinchi pozitsiya uskunamiz $850 bo'lsa, soatiga 500 tadan 700 tagacha sovun ishlab chiqaradi. Bu ham 380 mi? 380 ham 220. Bunda motor universalniy, reduktor $650 nisbatan kattaroq qo'yilgan, gabaritlarida ham polniy farqi bor. Atrofi yarim texnika bezopasniy qilib o'ralgan, kompleksida stollari, reskalari, avtomat pechatlari bo'ladi. Full komplektatsiyadagi 3-pozitsiya uskunamiz bo'lsa, yangi 200 lik emas, 250 lik yangi reduktor bilan jihozlangan. Atrof polniy texnika bezopasniy qilib o'ralgan. Motor universalniy, ham 220 ham 380 voltda ishlaydi. Soatiga shu sovunlardan 800 tadan 1000 tagacha ishlab chiqarish mumkin, xudo xolasa. Agarda bizdan uskuna xarid qilishadigan bo'lsa, shu sovunni seriosini tayyorlash retseptini bonus qilib tekinga o'rgatib qo'yamiz. Ya'ni serioni kilosi hozirgi kunda eng sifatlisi 11000 so'm bo'lib turgan bo'lsa, seriosini o'zlari tayyorlashsa 6000-7000 so'm atrofida tayyor bo'ladi. Daromadlari 50% ga ko'tariladi, xudo xolasa. Seriyo oqtarib yurishmaydi. Seriyo chiqarib, boshqalarga ham sotib, seriyo biznesni ham yo'l qo'yishdan bo'laveradi. Bu Qozog'istonga ketyapti turgan. Xo'p, bu Qozog'istonga 3 ta uskuna zakaz berishgan qozog'istonlik akamiz gel ishlab chiqarish, sovun atir sovun uskunasini dokumentlarni qilib qo'yganmiz. Bizda eksportniy razрешение, sertifikat, u standart agentliginiki, ekspertiza xulosalari, hamma hujjatlari bor. Ya'ni chet davlatga bezatka chiqib ketaveradi, xudo xolasa. Albatta. Hozir eshitdim. Bu ikkinchi olishimi bu ekan? Ha, birinchi uskuna zakaz qilib Chimkentga o'rnatib berilgan edi. Unda ham xuddi shu komplekt, faqat
Gel apparati kattasini qilib bergan edik u akamizga. Hozir inshaalloh zakazlari ko'tarilib, nima bo'lib ketibdi. Ya'ni ukalariga Almaty shahriga qilib berishyapti ekan. Voy, mana biznes O'sha kishiga ukalari ham shetdalar o'zlari, просто videoga chiqmayman deyishdi. Hali endi ishlatishdi, masalan, mana gellarni ham ko'rsatib o'tib ketishimiz mumkin. Tayyorlab, o'rgatib qo'ydik. Gellar tayyorlashdi ham. Necha xil retsept ketadi? 4 xil retsept bonus qilib beramiz. Quyuqga, suyuqga, shampun, suyuq sovunli retsept. Qolgan retseptlar bor. Men o'zimda misol 90 xil oshiq retsept bor. Ularni kelishilgan holda o'rgatib qo'yaveramiz. Tushunarli. Bu qanchalik variant mana shu turishi? Xo'p, bu 300 litrligi, ichi nержавейка, tashqarisi temir. Reduktorlari yangi, motor zavodskiy qo'yilgan. Narxi $900. 600 litrliklar narxi $1100. 4 xil retsept bonus hammasida. Hammasida. Albatta. Tushunarli. Qiziqib yurganlar bemalol mana qaranglar, o'zi Chimkentga aka olib ketib o'rnatib, o'zi biznes ko'rib, ukasiga Almatyga ham o'zi yana bitta filial quryapti. Aksiyamizda agar zakaz qilganlarga Eldorado o'zidan ko'rib telefon qilyapmiz degan klientlarimizga, mijozlarimizga dastavkani birinchi, ikkinchi pozitsiya uskunalarimizga dastavka 50 yillik, ya'ni yarmini kompaniya to'lab beradi, biz to'lab beramiz. Uchinchi pozitsiya uskunamizga bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dastavka bepul, chet davlatlarga bo'lsa kelishilgan holda inshaalloh yetkazib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Shu Eldoradomizdan qilsang bo'ldi, hamma muammolar hal bo'lib ketaveradi, deyman. Xullas do'stlar, mana shunaqa gaplar bor. Qo'shni davlatlarga hech qanaqa muammosiz jo'natishyapti ekan. Mana dokumentlari, sertifikatlari hammasi bo'lar ekan. Bizda faqat bu uskunalar emas, ko'rib turgan nima bannerdagi boshqa turdagi uskunalar ham mavjud. Inshaalloh xohlagan turdagi uskunalaringizni so'rasalaring, arzon narxda yetkazib beramiz. Xohlasalaring chetdan, Xitoydan, Turkiya, Germaniya, Belorussiya boshqa kabi davlatlardan olib keltirib ham beraveramiz. Telefon nomerlarini ham ko'rib turibsizlar. Qo'ng'iroq qilib murojaat qilsang bo'laveradi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, bittadan like esdan chiqmasin. Ishlashni ko'ryapsizlarmi? Standart chiqaryapti. Hop. Bijan degan brendda chiqargan. Qozog'istonga ketyaptimi bu? Qozog'istonga. Narxlar $650 dan $1000 gacha dastavka O'zbekiston bo'yicha ichida ekan. Yaxshi. Hop. Soatiga 500 ta, 600 ta chiqarsa bo'lar ekan. Donasidan 500 so'm o'rtacha foydani ko'zlayverasizlar. Xudo xolisa, mana. Sifat yaxshi, burchaklar zo'r, pechati joyida. Mana shunaqa sifatda chiqyapti. Qancha kerak bo'lsa bor. 380 ga ishlayapti.